Nivea qora va oq 72 soat himoya. Iz, dog', ter, hid va teri bezovtaligiga qarshi. Nivea qora va oq. Nivea teri uchun. Roma aka haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. Ismi Ramil, familiyasi Garifulin. Yoshi 25 ta. Navoiyda tug'ilgan, uylangan, yoshligida boks bilan shug'ullangan. Oilada 2 ta farzand. Millati tatar, gamer va streamer. Streamer bo'lishidan oldin marketolog bo'lgan, maktabda a'lochi bo'lgan, FIFA o'yini bilan ko'tarilgan. Har kuni streamlar qiladi. Shahzod Kasimovni Octagon ligaga chaqirgan, albatta hazil sifatida. Svarshkilikka o'qigan, Sayfullo bilan stream qilishgan. Yoshligida akasi kompyuter o'ynashga bermagan. Fezod ham Roma akani zo'r deb tan olgan. Chelsea'ni fanati, eng yaxshi ko'rgan o'yinchisi esa Husanov. O'yinida yutqazib qo'yib, kresloni sindirib qo'ygan, lekin yangi kreslo sotib olgan. PUBG'da prank videolar qilgan. Qanday ko'taradi? Ko'tardim, bo'ldimi? Bunday qilib ko'tarib qo'y yerga. Camaro sport mashinasi bor edi. Uni sotib Jetower olgan. Eng yaxshi ko'rgan ichimligi Lipton. Puli tugaguncha open pack qilgan. Horror o'yinlardan qo'rqadi. Uxlashdan oldin streamlarni tomosha qilishni yaxshi ko'radi. 2024-yildan boshlab stream qilishni boshlagan. Twitchda ham stream qilgan. Twitchda 3000 dan ortiq obunachisi bor, lekin stream uchun YouTube'ni tanlagan. Yangi streamerlarga maslahatlar berib turadi. Rus tilini biladi, uxlashni yaxshi ko'radi, gazli ichimliklarni yoqtirmaydi, velo chekadi, lekin qanday tashlashni bilmayapti. Negativlari juda ham ko'p. Ruscha qo'shiqlarni eshitadi. Eng yaxshi ko'rgan qo'shig'i esa ko'k Jiguli, elektron gadjetlar olishni yaxshi ko'radi. Oversize stilda kiyinadi. Instasamka va Litvinga obuna bo'lgan. YouTube'dagi obunachilar soni deyarli 300 mingta. YouTube kanalidagi prosmotrlar soni esa 75 millionga yaqin. Roma Life nomli ikkinchi kanal ham bor va u yerda iril streamlar ham qilib turadi. Tatuirovkasi bor, o'zini Shrekman deb aytgan. Karate belbog'ini peshonasiga bog'lab streamlar qiladi. Doktorga telefon qilib prank qilgan. O'zining Telegram kanali ham bor. Orqaga salto otib ko'rgan, lekin o'xshamagan. Demotivatsiyalar beradi. Savachaga to'pni tushira olmagani uchun ismini Burunduq deb qo'ygan. Ayshow Roma nomli laqabi ham bor. Bir streamida obunachilari yolg'on kod aytib, o'yindan chiqarib yuborishgan. UFC'da Mike Tyson bilan Chingizni urushtirgan. O'yindagi olovni o'chirish uchun ventilyatordan foydalangan. YouTube kumush knopkasini olgan. Bir oy ichida 100 mingta obunachiga erishgan va shu munosabat bilan o'zining PlayStation 5 ni obunachilariga sovg'a qilib yuborgan. FIFA Mobile'dagi birinchi pakini o'zida Drogba tushgan. FIFAni 2007-yildan o'ynashni boshlagan. O'yinda yutqazib qo'yib, monitorini sindirib qo'ygan. Bodybuilding bo'yicha Osiyo chempioni Roma akaga FIFAdan viza tashlagan. Chet el streamerlardan Aisho Speedni kuzatadi. Tug'ilgan kunida tortni yuziga chalpashgan. Naruto animesini yaxshi ko'radi. Tero ham Roma akaga FIFAdan viza tashlagan. Sinfdoshi bilan shampun ichish uchun o'yin o'ynagan. Obunachilari bilan har xil challengelar o'tkazib turadi. UFC'da Ronaldo bilan Messini urushtirib ko'rgan. Streamlarda odatda futbol formasida o'tiradi. Sayohat qilishni yaxshi ko'radi. Dubayga borgan. Streamerlar bilan dachaga borishgan. Instagramida 150 mingdan ortiq obunachisi bor va 172 ta post joylagan. Storieslar qo'yishni yoqtirmaydi. Roma aka Litvin bilan ko'rishgan. Eng katta maqsadi O'zbekistondagi nomer 1 streamer bo'lish. Roma akani fan akkauntlari ham bor. Roma aka 24 soat stream qilgan, lekin 20-soatda uxlab qolgan. Streamda stuldan yiqilib tushgan. KFC'ni yaxshi ko'radi. Faoliyatining boshida FIFA bo'yicha live hacklar ko'rsatgan. Streamer bo'lishidan oldin o'zbek tilini yaxshi bilmagan. Yana 100 dan ortiq davlatlarga borish maqsadi bor. Streamerlarga matematikadan dars o'tgan va o'zini Roma Pikachu deb ta'rif bergan. RAV Turkarator mashinasini yaxshi ko'radi. Eng yaxshi ko'rgan streamerlari Fezod va Askar Tog'o. Streamsiz hayotini zerikarli deb hisoblaydi. Eng yaxshi ko'rgan qo'shiqchisi Skriptonit va qo'lida uning tatusi bor. O'zining aytishicha, agar streamer bo'lmaganida Rossiyada migrant bo'lgan bo'lar edi. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va YouTube kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyada keyingi 100 ta fakt kim haqida chiqishini yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.